Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Hacker Craft ustuna vazat. Bizlar qochish kerak. Qoch bu yerdan. Qoch bo'ldilar. Hammaga salom. Bu yerda pigilni birinchi ko'p. Tezroq panaji topishim kerak. Balki bular bilan savdolashaman desam, bular urushaman shekilli. Tezroq bir oltin kiyim kiyib olay. Qaysi bir yaxshiroq ekan? Oyoq kiyim, bosh kiyimmi? Oyoq kiyim kiyaveraman. Bo'ldi. Bo'ldi. Lekin men tugatdim. Hammasini o'ldiraman. Endi bu o'ynashmasdan kerak. Bu ham ketdi. Endi esa birinchi o'rinda portalni buzib olishga kerak. Fillar bilan savdolashamiz. Nima berarkan endi bular? Bir tushirlar narsa bersin. Yo'q. Nima keraksiz bo'lgan narsalar bu yerda? Mana hisob qo'yamiz. Bu narsaga kerak bo'lib qolar. Sen bilan yana bir marta savdolashib ko'raylikchi. Nima berasan bu safar? Faqat tuzorroq narsaga yana gravir berma. Falokat. Xuddi men qo'rqqanimdek berdi. Shuncha oltin var ketdi. Agarda shunchalik hayotda bo'ladigan bo'lsa, men hozir milliarder bo'lardim. Elon Musk menchani boy bo'lolmasdi. Demayman-ku. Lekin anchagina yaxshigina boy bo'lardim. O'zbekistondagi eng nimasi boy. Chunki har bitta tezroq yurishim kerak. Har bitta oltin 16 kilogramdan bo'lsa ham 16 kilodan bo'ladi deb eshitgan edim. Men hozir o'zida 10 ta oltin ishlatdim. Bo'lgan 160 kilo oltinim yo'q degani. Bir tinga qimmat narsalar beryapti. Mayli. Endi bu yerdan ketish kerak. Yana bir narsa bo'ladi. Tezroq yo'ldan ketishim kerak. Aylanib ko'raylikchi, balkim yo'l topilib qolar. Ana shu yerda nimadir ko'rindi. Endi borib tekshiramiz birata bastion yo fortressmi u yerdagi narsa. Sizlarga eng qisqasini gapiradigan bo'lsam, hech narsa emas ekan. Bu shunchaki soy ekan xolos. Lekin yashil o'rmon tug'ib oldim. Endi xudo xohlasa bu yerdan 5-6 ta pastga 15 ta nima deydi, endi ma'lumotlar dedi. O'shani topsak yarim ishimiz hal bo'ladi. Bu yerdan chiqishamiz degan umiddaman. Ketdik. Nega bu yerda endermenlar yo'q? Ketib qolishdi, men borligimni bilishimgina. Men borligimni bilib ketib qolishdi. Uzr, 1 daqiqa va 1 soniya vaqtlarini olaman. Iltimos, shunday obuna bilan like tugmachani bosinglar, iltimos. Boraylikchi, nimalar bor endi bu yerlarda. Balki bular qaydan kelib qolishdi. Yo'q-yo'q. Yo'q kerak bu yerga. Ikkalasi bo'lib ketdi. Shunchalik edi. Mayli. Endi ana birinchi endirmalarimiz ham tayyor. O'z oyog'i bilan bizga qarab turibdi. Endi borib o'ldirib olsak bo'ldi. Birinchi
neçe endirmeli verdi. Qarayla qanday chiroyli turibdi. Mayli. Bitta bizga yetmaydi, hech narsa yetmaydi. Shunday ekan, boshqalarni sho'ra kutib turamiz. O'g'ana ikkinchisi. Ayyo. Adin kurash. Shundan qarakat. Baribir o'ldirdim. Boshqa yo'qmi deyman. Gözümlerde. Hardcore juda ajoyib mutlu bo'ldim. Rosmana hardcore juda kerakli narsa ekan. U hech qachon bizga o'lishimga ruxsat bermaydi. Eng qizig'i hardcore o'lsa yutqazadi. Shunda men hech qachon yutqazmayman. Yana bitta endirma g'arat. Qochib ketdi. Olmadı ekan. Tezroq yo'qotish kerak buni. Bana qayerga qochib ketdi. Gel shekilli. Mayli. Tepada turibdi ekan. Kulisa. O'ylab turgan ekanman. Tepada chiqishchi. Mana pastda turibdi. Bu ikkita ekan. İkilisini öldüremiz. Üçteyken oho endi mallarlar to'g'ri bo'ladi. Chiroylikchi nimalar bo'larkan. Hop, panaroq joy topishim kerak. Sizlarga nima gaplar? Bu tür geceler yetkazib yuribsizlarmi? Anchadan beri video ko'rmadim, chunki bu pigmentlardi. Nima deyiladi? Pigment deyiladi. Shunday. Balki yana ko'payib ketdilar. Rasman kiprah narsa edi. Laviyasi. Ben hayatta yasa koysam bo'lardi. Bir ancha yo'nalsam sig'dira olaman. Sen yolda devam etiş kerak. Faqatgina biroz yerda endirmalarni to'plab olishim kerak. Bu ko'p ekan bular. Lekin birortasi endirmalarni bermayapti. Qurollarimni sehrlaysam-ku. Qurollar uchun bu ya'ni yurtlarni kuchaytirib beradiganlar narsa bu sehri looting deb atalardi. Adashmasam yontamlar. Biror nima bo'ladimi? Hech narsa bo'lmaydi. Zaten çıkarmış. Bir yoldan çıktı. Çünkü Minecraft'ta bug'lardan bir tanesi. Neydi? Böylelikçi. Crafting table. Böyle enchanting table'da yasab olishim kerak bitta. Lekin balki bitta olmasa yetishmayapti. Hamma yo'lim bor. Faqatgina bir dona olmaz. Hayat qanchalik shafqatsiz. Agarda birgina olmasim bo'lganda yangi enchanting table'da ko'rsatib bergan bo'lardim. Lekin afsuski u yo'q. Sen bu yurroqda o'ldirishimiz kerak shekilli birdeklar tushib ketib ham qoldi. Lekin men o'tirib o'tirishimiz kerak. Yana bitta qilib oldim. Tezroq o'l. Endigina to'rtta yig'dim xolos. Sal ko'paytirish kerak buni. Va nihoyat. Ancha yig'ib qo'ydim.
gelişti başlaştı. Hızlı indirmeler çıkaracağın zavatı okşaydı. Yani görmediler dedi ben Minecraft'ta. Yetişmeden şuna da. Hop düz rahat. Orada düz rahat. Mesela alaylık bir takılıç. Albiden çık geçişimiz mümkün. Güzel çıkışın gerek videoya çıkalaylık. Yana bir dersim var, etkenç. Allah yapıp koysam söylenmeydi. Bereket. Bana hayatına topkanın hatta sözünü isimlerim. İlk oyunu birinci boss bilen kuruşsam buladı. Yana bir tane arsa taptım. Kim bunun nimeligini bildi. Hareket kılamam bugünkü günde. Onu ahırgacha yese bu boss bilen jang qilishga lekin aniq va'da berolmayman. Hop tezroq chiqish kerak. Hop tezroq chiqish kerak. Aytgancha shunchaki tevaga chiqasamchi. Mana oldinlarga umr borishimiz kerak. Hammasini. Tez. Bittayam qog'oz men ularga. Ajab bo'pti. Hammasi men bilan urushdi. Endilikda sandiqlar topishimiz kerak. Mana topdim. Sandiqlar topildi. Endilikda sandiqlar topishimiz kerak. Mana topdim. Sandiqlar topildi. Hop. Mana obsidian, kamon hamda qilich. Tamam bas. Bo'laveradi dedi-ku. Shunaqa. Hop, endi o'qlarga olamiz. Qayrag'ada obsidian qo'ygan edim. Topshirgan mana topdim. Qilich. Uncha shart emas. Lekin olib qo'ysa bo'laveradigan narsa ekan. Hop, endi bunisi. Wow, oltin kiyimlar, obsidian. Mayli. Tezroq olishim kerak. Endi 24 ta obsidianim bo'ldi. 30 ta degan. Bu 24 ta. Demak 6 ta bor ekan bu yerda. Hop, qilich. O'zimizcha bor, lekin ichida ishlatilgan. Hop. Qayoqqa yursam ekan ha? Mayli. Xullas, bu yerda hech narsa topolmaganimdan keyin ketishga majbur bo'ldim. Va mana bu narsani topib oldim. Bugun anchagina omad bo'lib to'xta endirmen. Qayoqqa g'oyib bo'ldi? Mayli. Tepaga chiqishimiz kerak. Birinchi o'rinda. Chunki pastda qiladigan ish yo'q endi. Ana shu yerdan bizni olishim mumkin. Mayli, hammaga xayr, keyingi safar.